Mana Urganch shahridagi yana bitta kvartiramizga keldik. 2 xonali kvartira. Mana 2 xonali. Eshikdan kiraverishda bu yerda oshxona joylashgan. 2 xona. Bu yerda banyo tualetlar joylashgan. Bu birinchi xonasi. Mana birinchi xonamiz. Bu ikkinchi xonasi. İkinci xona. Bu yerda oshxonalari. Xolodilnik yo'q ekan lekin. Ko'chaning eshigi. Bu tomonda banyolari. Hozir biza Urganch shahrini Suvchilar mahallasida Vodnikdamiz. Obxodnoy yo'li Prezident dachasini ko'chasida harbiylar domidamiz. 5-etajda. Mana ijara baholari Telegramda yozamiz baholarini.